akalar noyabr dekabr oylari rosa ajotaj bo'layotgandi. Mosha purish akalarimiz hamma ajotaj qilayotgandi. Voy dod ovolinglar, Xitoy yopilar ekan, shu bilan ololmaysizlar, 180 kun 6 oy qolib ketadi. O'ng tomonim ham, chap tomonim ham, to'g'rim ham, orqam ham moshinaga to'lib yotibdi. Akalar, to'g'ri moshina kirmayapti, lekin o'sha kirgan mashinani qaranglar. Xitoydan ko'p mashina. Xitoy skladlarda, bizlar skladlarda mashina ko'p. Bu bitta indeks bozori misolida ko'rsataman sizlarga. Qaranglar, qancha mashina bor. Mana bering ne hacho ko'p. Mana senga olam gul dedi-yu. Mana buni qaranglar, mana ikkita tomonga taxlab tashabdi. O'zi C16 hozir Xitoydan olaman desanglar yo'q, lekin mana bu yerda taxlab tashagan. Millionta nechta kerak? Oxirigacha ko'ringlar videoni mana. Bitta tomondan aylanyapman, bitta blokka. Nechta blok bor Toshkent indeksda. Mana chap tarafi ham to'la. Hop, mana bu taraflarni qaranglar. Mana o'ng taraf, chap taraf, o'ng taraf, chap taraf. Lekin o'sha payt bor, mana video qo'ydim. O'sha payt soqqani qo'ygan ekanmiz, aytdim-ku. Bizga yaxshi maza qilib soqqa qilyapmiz dedim-ku. Odamlar ham yomon oldi o'sha payt. Zo'r oldi mana. Har kuni mana bu yerda ana mashinachi o'ynaymiz. Ana naryot boksdagi mashinachilar bugun biz tarafga kelib mashina olishadi, keyin biz u tarafga kirib mashina olamiz. Zerikmaslikka. Ana qaranglar, mashinalarni qaranglar. U taraf ko'rsat mashinani. Nechta mashinani? Ana. Enasi. Xullas o'rtoqlar. Kimga nima mashina kerak bo'lsa, hammasiga aloqaga chiqinglar mana. Million to'da, million suvda, ishtaqa ekanlik sani juda. Konfutsiy aytgan, hozir ovoling bo'lmasam narxi qimmatlaydi. Bu xiyapsizlar. Allohning aytgani bo'ladi. Bo'ldi.